Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. Bugun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar bilan telefon orqali muloqot qildi. Aslida keyingi 3 oyda yuz bergan buyuk 3 voqelik muazzam Imom Buxoriy majmuasining qayta qurilishi, muhtasham Islom sivilizatsiya markazi va Burxoniddin Marg'unoniy majmuasining yangi qiyofa kasb etganining o'zigina yangi O'zbekistonda diniy ma'rifiy sohada olib borilayotgan tarixiy islohotlarning amaldagi eng oliy va inkor etib bo'lmas dalilidir. Ha, bugungi O'zbekiston bag'ri kenglik va hamjihatlik barqaror bo'lgan, turli e'tiqod va qadriyatlar o'zaro uyg'unlikda ulug'lanadigan qutlug' zamin sifatida bo'y ko'rsatyapti. O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyev rahbarligida inson qadrini ulug'lash, fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash, diniy bag'ri kenglik va millatlararo totuvlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa haj va umra ibodatlarini yuksak saviyada tashkil etish, fuqarolarimiz uchun qulay va munosib shart-sharoitlar yaratish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bugun nafaqat xalqimiz, balki xalqaro hamjamiyat tomonidan ham yuqori baholanyapti. Haj 2026 mavsumi bilan bog'liq barcha tashkiliy ishlar, hujjatlarni rasmiylashtirish, aviaqatnovlar, mehmonxona, transport, ovqatlanish, tibbiy xizmat hamda ibodatlarni tartibli tashkil etish masalalari oldindan puxta rejalashtirildi. Haj safariga boruvchi fuqarolarning yagona elektron navbatini shakllantirish, ushbu faoliyatni to'liq raqamlashtirish maqsadida haj va umra yagona portali ishga tushirildi. Bunda respublika bo'yicha barcha mahallalarda ro'yxatga olingan kitoblar to'liq xatlovdan o'tkazilib, O'zbekiston tarixida birinchi marotaba hajga borish uchun navbatga qo'yilgan fuqarolarning yagona elektron bazasi shakllantirildi. Bo'lajak hojilarimiz uchun Saudiya Arabistoniga har kuni muntazam aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. E'tiborlisi, bugungi kunda yurtimiz hududlaridagi 9 ta xalqaro aeroportdan to'g'ridan-to'g'ri parvozlar tashkil etilgani ziyoratchilarimiz uchun katta qulaylik yaratdi. Bu uyushqoqlikning mantiqiy davomi o'laroq muqaddas zamin tuprog'iga qadam qo'ygan hamyurtlarimiz Saudiya Arabistonida ham yuksak saviyada va alohida ehtirom bilan kutib olindi. Ayniqsa Mino, Arofat va Muzdalifa hududlarida ziyoratchilar uchun yaratilgan sharoitlar sezilarli darajada yaxshilandi. Joylashtirish, sanitariya va jamoat salomatligi, ovqatlanish, transport, tibbiy xizmat va ibodat uchun munosib muhit yaratish borasida barcha zarur choralar ko'rildi. Quvonarlisi, bugun muqaddas zaminda bo'lib turgan ziyoratchilar ko'tarinki kayfiyatda bo'lib, ularga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor va g'amxo'rlik uchun mamlakat rahbari Shavkat Mirziyoyevga samimiy minnatdorlik bildirishmoqda. Har bir ziyoratchi muqaddas maskanlarda turib, yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi va davlatimiz taraqqiyoti uchun duolar qilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat muborak Qurbon hayiti arafasida yurtdoshlarimiz haj amallarini ado etayotgan qutlug' kunlarda bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum muftiy hazratlari. Assalomu alaykum hurmatli prezidentim. Siz bilan butun musulmon ummati uchun mehr oqibat, saxovat va hamjihatlik ayyomi bo'lgan muborak Qurbon hayiti arafasida muloqot qilyapmiz. Yana davoshingizni eshitgandan xursandman. Rahmat. Biz orqali muqaddas Makka shahridagi haj amallarini ado etayotgan barcha hojilarimizni ushbu qutlug' bayram bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Mana shunday unutilmas kunlarda el yurtimizga tinchlik va farovonlik tilab, yoshlarimizning baxti saodatini so'rab qilayotgan ezgu duolaringiz Alloh taolaning dargohida iloyim qabul bo'lsin. Amin. Hurmatli shayx hazratlari, xabaringiz bor, yangi O'zbekistonda har yili 15 ming nafardan ziyod vatandoshimiz muborak haj safariga bormoqda. Bunday ulug' ne'mat uchun yaratgan Parvardigorga har qancha shukronalar aytsak, albatta arziydi. O'zingiz bosh qosh bo'lib Makka va Madina shaharlarida katta tashkiliy ishlarni amalga oshiryapsiz, ko'rib juda xursand bo'lib turibman. Albatta alohida aytish kerak, podshohlik rahbariyati ko'magida ziyoratchilarimiz uchun barcha zarur sharoitlar ham yaratilmoqda. Hurmatli muftiy hazratlari, oxirgi yillarda diniy ma'rifiy sohalarda islohotlarimiz xalqimiz qalbiga, ma'naviyati va ma'rifatiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. Imom Buxoriy majmuasi, Islom sivilizatsiyasi markazi, Marg'unoniy majmuasini foydalanishga topshirdik. Bugun shu maskanlarda bo'lgan mehmonlar ulug' ajdodlarimizning bebaho merosi bilan yaqindan tanishib, o'zlari xursand bo'lib, qayta duolar qilyaptilar.
qadrli shayx hazratlari, ziyoratchilarimizning sog'liqlari qanday, kayfiyatlari qanday, ulardan qanday xabarlar va niyatlari bor sizdan eshitmoqchiman. Assalomu alaykum hurmatli prezidentim, yana bir karra. Avvalo yurtimiz hojilarini samimiy salom va ezgu tilaklarini yetkazishga ijozat bergaysiz. Sizni rahnamoligingizda haj safari uchun barcha tashkiliy ishlar amalga oshirilgani va yuksak e'tibor uchun minnatdorchilik bildiramiz sizga. Shunday ehtiromdan ruhlangan ziyoratchilarimiz muborak manzillarda sizni haqqingizga juda ko'p duolar qilishyapti. Qolaversa, yurtimiz rivoji, xalqimiz farovonligi, yoshlarimiz ilmi ma'rifati uchun iltijolar qilmoqdalar. Alloh taologa shukrki, bu yilgi haj mavsumi juda yuqori kayfiyat va yuksak saviyada o'tyapti. Makka, Madinadagi sharoitlar barchaga manzur bo'lyapti. Hojilarimizga 8 nafar ulamodan iborat delegatsiya, 305 nafar 50 boshi, 65 nafar ishchi guruhi, 50 nafar shifokor, 12 nafar yurtimiz oshpazlari xizmat qilishyapti. Mamlakatimizning 9 ta aeroportidan hamyurtlarimiz to'g'ridan-to'g'ri Madinaga yetib kelib, Rasul alayhissalomning masjidlari yonidagi 5 yulduzli mehmonxonada istiqomat qildilar. Bu esa Masjid-i Nabaviyda ko'p ibodat qilishga imkon berdi. Ayniqsa jannat bog'laridan bir bog' deya ta'riflangan Ravza-i Sharifni ziyorat qilish va u yerda el, yurt va sizni haqqingizga duolar qilishlikka muvofiq bo'lyaptilar. Hurmatli prezidentim, hojilarimiz salomatligini doimiy kuzatib borish uchun sizni topshirig'ingizga muvofiq 50 nafar oliy toifali shifokor jalb etildi. Ular orasida fan doktorlari, fan nomzodlari ham bor. Hojilarning sihatlari ko'zdan kechirilib, kerakli yordam, maslahat, dori-darmon hammasi berilyapti. Muolaja uchun kerakli jihozlar mavjud. Yurtimizdan kerakli dori-darmonlar olib kelindi. Oshxonalarda ham hamma zarur sharoitlar yaratildi, qulayliklar qilindi. Bir necha ming kishilik oshxonalarda yurtimizdan kelgan mohir oshpazlarimiz ovqatlarini, milliy taomlarimizni pishirib beryaptilar. Ma'rifiy suhbatlar bo'lyapti, tajribali imom domlalarimiz suhbatlar qilib turibdilar va Qur'oni Karimdan minglab xatm bo'lyapti. Yakunida sizni faoliyatingizga rivoj so'rab, xalqimiz farovonligi, yurtimiz ravnaqi va eson omon ona vatanga qaytishni tilab duoyi xayrlar qilmoqdamiz. Hurmatli prezidentim, sizni tashabbusingiz bilan Ramazon oyida 1 trillion 50 milliarddan ziyod mablag' xayriya qilindi. Millionlab qalblarga mamnunlik ulashdi. Mana shunday savobli ishlarni davomi sifatida 100 nafar hamyurtimizga prezident hojisi sifatida haj safariga yuborilgani juda katta quvonchli voqea bo'ldi. Ular hozir Madinadan Makka tomon kelishyaptilar. Hammalari xursand, ko'zlarida xursandchilik yoshi, qalblari bilan sizni haqqingizda duoda bo'lyaptilar. Hurmatli prezidentim, o'zi bu yil biz uchun tarixga yozib qo'yadigan, oltin zar harflar bilan yozadigan voqealar bo'ldi. Jumladan Islom sivilizatsiya markazi, Imom Buxoriy majmuasini siz butun musulmon ummatiga tuhfa qilib berishligingiz bu albatta katta marhamat bo'ldi. Arabistondagi ulamolar bilan ko'rishganimizda hammalari borib ziyorat qilish ishtiyoqini bildiryaptilar. Yaqinda Turkiston shahrida muhtasham jami masjid Qozog'istonda sizni sa'y harakatingiz bilan bunyod etilib, qardosh qozoq xalqiga tuhfa etilgani ham chinakam birodarlik namunasi bo'ldi. Shu voqeadan so'ng Qozog'iston muftiysi menga qo'ng'iroq qilib, o'sha shahar aholisi juda mamnun bo'lganligini, ko'p duolar qilayotganini, savobi to'xtamaydigan solih amal bo'lganligini to'lqinlanib gapirib berdi. Hurmatli prezident, haj amallari ado etiladigan Mino va Arafat kabi tabarruk joylarda yaratilgan sharoitlar sizni topshirig'ingiz bilan avvalgi yildan ko'ra ancha yana rivojlandi. Biz bu yerdagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi va barchamiz chiqib o'sha yaratilgan sharoitlarni ko'rdik va sizni biz oldimizga qo'ygan vazifalarni oxiriga qadar eng maromida bajarishlikka harakat qildik. Ayniqsa o'sha mana bu yil Minoda o'tgan yil Arafatda biz chodirlarini issiq o'tkazmaydigan sendvichdan qilgan edik. Bu yil Minoda ham xuddi shunaqa holatda qilindi. Minoda ham maxsus firyonlik konditsionerlar qo'yildi, hamma sharoitlar yaratildi. Alloh nasib qilsa, yakshanba kuni kechqurun siz oq Fotiha bersangiz, hojilarimizni biz Mino tomon olib boramiz.
Hurmatli prezidentim, ruxsat bersangiz, men bir gapni aytishda o'zimga faxr bilaman. Bu gapni takror aytaman, hurmatli prezident. Siz 2 marta Baytullohga kirgansiz, birga ko'rganman. Mana shu Baytullohda xalqim deb elu yurtimiz haqqiga duo qilganingizga guvohman. Endi mana shu aziz xalqning 15 ming nafar vakili Arafatda sizni haqqingizga, rahmatli ota-onangizni haqlariga, yurtimiz ravnaqi uchun duolar qilishlikka hammamiz niyat qilib turibmiz va albatta duolarimizdan keyin vatanga ezgu tashabbuslar bilan qaytamiz. Hurmatli prezidentim, fursatdan foydalanib butun hojilar nomidan muborak Qurbon hayiti bilan samimiy qutlayman. Alloh taolodan sizga mustahkam sog'lik, kuch-quvvat, uzoq umr, ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ilohim, o'ylagan barcha orzu maqsadlaringizni ro'yobga chiqsin, hurmatli prezidentim. Allohdan so'raymizki, takror yaqinlaringiz bilan Baytulloh ichida duolar qilishingizni Alloh nasib etsin. Allohim o'zini hifzi himoyasida asrasin va barchalarimizni sizga duoyu salomlarimizni qabul qilgaysiz. Rahmat sizga yana bir karra, hurmatli prezidentim. Katta rahmat sizga, muftiy hazratlari. Yana bir marta mana shu aytgan hamma gaplaringiz o'zingiz Makka Mukarramada yurtdoshlarimizga chinakam namuna bo'layapsiz. Har bir so'zlaringizda, har bir uchrashuvlaringizda xalqimiz juda katta mamnuniyat bilan qabul qilyapti. Yana bir xushxabarda aytmoqchiman, kecha Qurbon hayitini nishonlash to'g'risida qaror ham imzoladim. Ro'za-i Ramazon kunlarida xalqimiz juda minnatdor bo'lib, odamlarimizning kayfiyati juda ko'tarilgan edi. Shu nasib bo'lsa bu gal ham ayyomni yurtimizda boshqacha fayzsiz shukuh bilan o'tkazamiz. Bugun esa yana bir qaror imzolaganim, hayit munosabati bilan ehtiyojmand aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, bolalarga murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazish, og'ir kasallikka chalingan yurtdoshlarimizni davolash uchun qo'shimcha mablag'lar qancha kerak bo'lsa shunchani ajratdik. Masjid va qabristonlarni obod qilishga ham alohida resurslarni yo'naltirish ko'zda tutildi. Endi u doimiy tizimli bo'ladi. Duogo'y hojilarimiz yurtimizga eson omon qaytib, islom ma'rifati va sog'lom e'tiqod xalqimizga, barcha o'g'il qizlarimizga albatta teran yetkaziladi deb ishonaman va mana shunday katta duolarini ko'rib xalqimiz mana juda xursand bo'lyapman. Aytganingizdek, mana shu 100 ta prezident hojilari ham xalqimizda obro'li hamma sohaning egalari borganlari, baribir mehnat, adolatli mehnat, xalqqa bo'lgan muhabbat hech qachon esdan chiqmasligi yangi O'zbekistonda zamini. Shuning uchun ularga ham, butun ziyoratchilarga, butun hojilarga yana bir marta meni nomimdan alangali salom, tinchlik, omonlik va so'zimning oxirida Alloh taoladan savobli amallaringizni o'z dargohida qabul qilishni, barchangizni sog' omon qaytishingizni so'rab qolaman. Katta rahmat sizga. Rahmat sizga, hurmatli prezidentim. Alloh taolo bu qilayotgan xayrli ishlaringizga ajr mukofotini bersin. Mana Qurbon hayitida yana minglab xonadonlarga xursandchilik kirishini eshitib ko'zim yoshlandi. Alloh taolo bu qilayotgan xayrli ishlarni bardavom qilsin. Ilohim, yurtimiz tinch, vatanimiz obod. Alloh taolo sizga kuch-quvvat, uzoq umr bersin. Ko'p yillar mana shu xalqimiz ustida rahnamo bo'lib, mana shunday yaxshi xalqni xursand qiladigan ishlarni qilishlikda Allohim o'zi nusrat bersin. İnşallah Arafat tog'ida 15 ming hoji ko'targan 30 ming qo'llarimiz sizni haqqingizda, yurtimiz haqida, vatanimiz haqida inshaalloh fayzli duolar bo'ladi. Sizga ham katta rahmat, hurmatli prezidentim. Yana bir marta butun hojilarga duolarda xalqimizni tinchligi, yurtimizni obodligi, yurtimizga ko'z tegmasligi uchun yangi O'zbekistonda qilgan hamma amallarimiz iloyim xalqimizning manfaatiga xizmat qilishga duolar qilishini juda iltijo qilib prezident so'radi deb ayting. Rahmat sizga. Katta rahmat. Xo'p bo'ladi prezidentim. Sog' bo'ling, ko'rishgancha omon bo'ling. Kutib qolamiz eson omon kelishlaringizni hammalaringizni. Allohga omonat. Rahmat. Sog' omon bo'ling. Prezidentimizning haj amallarini ado etayotgan yurtdoshlarimizga bo'lgan yuksak e'tibori va g'amxo'rligi mamlakatimizda inson qadri tamoyili to'laqonli qaror topayotganining yana bir amaliy ifodasidir.
Davlatimiz rahbarining bu yil ham O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliq Nazar bilan telefon orqali muloqot qilib, hojilarimiz holidan xabar olgani hamda o'z tabriklarini yo'llagani muqaddas Makka shahrida bo'lib turgan barcha yurtdoshlarimiz va butun xalqimizda chuqur mamnuniyat uyg'otdi. Yana bir tarixiy voqeani guvoh bo'ldik hammamiz. Hurmatli prezidentimiz muftiy hazratlari bilan telefon muloqot qilishlari bu an'anaga aylanib ketdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki mana bu yil 3-yili ayni Zulhijja oyining duolar ijobat bo'ladigan haj mavsumining eng asosiy amallari bajarilishligi arafasida O'zbekiston prezidenti o'zini xalqini, ya'ni muborak haj safariga ketgan fuqarolarning holidan xabardor bo'lishi bu misli ko'rilmagan bir voqea. Misli ko'rilmagan bir voqea. Biz boshqa davlat prezidentlarini bunaqa muloqotini bilmaymiz. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Prezidentimiz otalarcha g'amxo'rlik qilib O'zbekistondan 15 ming nafardan ko'proq fuqarolarimizning holidan xabar olishlik maqsadida telefon qilyaptilar. Telefon qilib so'raganlarda ham alohida Madinada ularga qanaqa sharoit yaratilib berdi. Makka-i Mukarramada ularning sharoiti qanaqa? Ularni aytaylik o'sha tibbiy muolajasi, tibbiyotga bo'lgan ehtiyoji qay tarzda qoldirilyapti? Ularning yemak-ichmaklari, taomlari, o'zimizning milliy taomlarni sog'inadi hojilarimiz. O'sha sharoitlar ham qilinganligi to'g'risida alohida qiziqib so'rayaptilar-da. Allohga shukrlar aytamiz. Bu har qancha shukr qilsak arziydigan bir holat. Haqiqatda O'zbekistondan boradigan hojilarimizga Saudiya Arabistoni podsholigi ham alohida ehtirom ko'rsatadi. Nimaga? Chunki prezidentimiz ularning hollaridan xabardor ekanligini ular ham biladi. Shuning uchun prezidentimizning hurmatlari o'laroq O'zbekistondan borgan hojilarimizga Saudiya Arabistoni podsholigi mutasaddilari, xususan haj vazirligi ham alohida ehtirom ko'rsatadi. Ma'lumki, har yili O'zbekistondan 15 ming nafar yurtdoshlarimiz muborak haj safariga chiqyaptilar. Lekin bu yil yana bir katta yangilik bo'ldi. Tarixiy bir voqea bo'ldi. 100 nafar o'zbekistonlik fuqarolarimiz qo'shildi boyaga 15 mingga. O'zbekiston Respublikasi prezidenti hojilari degan nom bilan ular muborak safarga aynan prezidentimizning o'zlarining tashabbuslari, o'zlarining muruvvatlari bilan ular shu muborak safarga muyassar bo'ldilar. O'zbekiston prezidentining hojilarini Saudiya Arabistoni podsholigi ham alohida katta ehtimom bilan qabul qildi. Alloh ziyoda qilsin. Har qancha shukr qilsak arziydigan bir hayotda yashayapmiz. Har qancha qadrlasak, ulug'lasak arziydigan bir davlat rahbarining boshchiliklarida hayot kechiryapmiz. Alohida hojilarimizning ahvolidan xabar olishlik maqsadida muftiy hazratlari bilan telefon orqali muloqot qilganliklari bu nafaqat O'zbekistonimizdan borgan hojilarimizda, balki butun dunyodan Saudiya Arabistoniga yig'ilgan millionlab hojilarni bir tahsiniga sazovor bo'lyapti-da. Ular o'sha joyda eshityapti, bilyapti, ular hojilar hammasi bir joyga jamlangan, bir-birlari bilan axborot almashadilar, bir-birlari bilan suhbatlashadilar. O'zbekistondan borgan hojilarning yuzlaridagi tabassum, mamnuniyatdan ular qiziqib so'raganlarda bugun prezidentimiz bizning ahvolimizni so'radilar. Bizni sharoitimiz bilan prezidentimiz qiziqdilar. Bevosita o'sha muftiy hazratlari bilan telefon orqali muloqot qildilar degan so'zlarni eshitgan boshqa yurtdan kelgan hojilar chinakam ma'noda havas qilib O'zbekiston prezidentining haqqiga duolar qilayotganini ham biz eshitdik. Alhamdulillah. Bu yaxshiliklar bardavom bo'lsin. Juda xursandmizki, bugun quvonchli kundamiz. Mana hoji ona, hoji dadalarimizga telefon muloqot qilganlarda muftiy hazratlar bilan meni salomlarimni ayting. Ularning ahvollari yaxshimi? Deganlar bizni juda quvontirdi. Biz uchun yaratilgan sharoitlardan juda xursandmiz. Juda chiroyli shinam mehmonxonalarda yashayapmiz. Mazali o'zbekona taomlar, transport vositalari, meditsina xizmatlari joy-joyida. Bir ilmli illikboshilar, mingboshilar tayinlangan. Prezidentimizga juda katta rahmatlar aytamiz. Og'ir bemor xastalarga, operatsiyalarga, davolanishlar uchun tekin bir imkoniyatlar berganlarini eshitdik-da, juda xursand bo'ldik. Qaysi yurtda shunday yurtboshi bor? Nasib esa yurtlarimizga qaytganimizda yurt uchun, xalq uchun xizmat qilib, elimizga, yurtboshimizga yordamchi bo'lib
elni, xalqni, yosh avlodni tarbiyalashga hissalarimizni qo'shamiz deb prezidentimizga va'da beramiz. Avvalambor shu muhtaram yurtboshimizni bugungi muftiy hazratlar bilan bo'lgan muloqoti bizlarni juda quvontirdi. Hojilarni shart-sharoitlari bilan, yashash turmushlari bilan muhtaram yurtboshimiz qiziqib ko'rdilar. Bizlar bu narsani juda eshitib, bizga xursand bo'ldik. Chunki o'zlari shuncha ishlari bo'lib turib, bizlarga vaqt topib, bizlardan hol-ahvol so'raganlari uchun biz hojilar boshlarimiz ko'kka yetdi. Yurtboshimizni bizga bo'lgan muhabbati, g'amxo'rligi deb o'ylayman. Sog' bo'lsinlar muhtaram yurtboshimiz, salomat bo'lsinlar. Bizlar har doim duoda bo'lib turamiz. Hurmatli prezidentimizni muftiy hazratlarining qilgan suhbatini eshitdik, ko'rdik, nihoyatda xursand bo'ldik. Shu butun bir O'zbekiston xalqini ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy yelkashda turgan bir paytda shunchalik e'tibor berib, meni hojilarim qanday degan savol bilan qilishyapti. Juda xursand bo'ldik. Bu yerdagi sharoitlar, bir narsani bu yerda his qildimki, oldin ham kelingan, lekin biz oldingi O'zbekistonda emas, hozirgi yangi O'zbekiston fuqarolarimiz ekan. Sabab ibodatlarda boshqa davlatlardan, xorijlardan kelgan hojilar bilan suhbat qildik. O'zbekistondanmiz, Imom Buxoriy desak, hayajonlanib ketyapti. Ayniqsa men ko'p joyda Imom Buxoriy sharafiga qilingan, muhtaram prezident tashabbusi bilan qilingan o'sha yangi binolar suratini avvaldan borganda shuni ko'rsatsam, ko'zlari chaqnab yig'lab ketyapti. Haj amallar bajarib chiqqan paytimizda ham nihoyatda shu biz yili xalqimizni, davlatimizni, yurtimizni, ayniqsa yurtboshimizni juda bir chiroyli duolarni qilamiz. Shunga mos bo'ldamiz. Alloh nasib qilsa, yurtimizga borsak, mana shu prezidentimizning yonida turib hamma qo'yilgan shov-shuvlarni a'lo darajaga o'zimiz uyimizdan boshlab, mahallamizda, qishlog'imizda, tumanimizda, butun xalqimizning ichida bu ishlarni bir xursandchilik bilan aytib beramiz. Hamma ishlarda yordam beramiz. Shunga hozir o'zimiz tayyorlayapmiz bitta. Juda xursandmiz, juda xursand. Rahmat, hurmatli prezident, juda xursandmiz. Bugun davlat rahbarimiz Shayx Muftiy hazratlariga qo'ng'iroq qilib, biz hojilarning hol ahvolimizni so'rashganlari, bizni har bittamizni ibodatlarimiz bilan, sog'ligimiz bilan, ovqatlanishimiz bilan qiziqqanlari va har birlarimizga salom yo'llaganlari bizni juda ham ta'sirlantirdi. Shu muborak zaminga keldik. Biz uchun, o'zbekistonliklar uchun hamma sharoit yaratilgan, bekam ko'z yaratilgan. Shifoxonalarimiz 24 soatda ishlayapti. Ibodatlarimiz uchun ham hamma sharoitlar yaratilgan. Oshxonalarda o'zimizning milliy ovqatlar xuddi O'zbekistonda biz yayrab yurganda yuribmizda o'zimizni mazali ovqatlar bor. Hammasidan xursandmiz. Allohga shukr bo'lsin. Davlatimiz rahbariga, muhtaram yurtboshimizga kattadan katta rahmatlar deymiz. Yoshlarimizni vatanparvar ruhida tarbiyalashga, oila degan muqaddas dargohni mustahkamlashga va yangi O'zbekistonni taraqqiyotiga o'z hissamizni qo'shishga labbay deb oldilariga turishga tayyormiz. Har bir hojiga shu qadar sharoit yaratilgani bu havas qilgulik, bu shukr aytgulikda. Shuning uchun juda ham xursandmiz. Ayniqsa biz bugun prezidentimizni muftiy hazratlariga qo'ng'iroq qilib, har bir hojidan hol ahvol so'raganlarni, salomlarni yetkazishlarini va shu Qurbon hayiti arafasida juda ko'p xayrli ishlarni amalga oshirmoqchi bo'lgan rejalarni aytganlardan keyin yana ham ko'nglimiz faxrga to'ldi, iftixorga to'ldi va o'sha shukronalik qalbimizda jo'bajo bo'lgan. Endi qo'llarimiz duodan tushmay qoldi. O'zimizni yaqinlarimiz bilan birga yurtdoshlarimizni, yurtboshimizni duo qilyapmiz. Mustaqilligimiz abadiy bo'lishligini, osmonimiz hamisha tinch musaffo bo'lishligini, yurtimiz yana ham qudratli yurt bo'lishligini, elimiz yana ham farovon yashashligini Allohdan so'rayapmiz. Hojilarimizni hol ahvolini so'raganlari, ularni sharoitlari qanday, ularning kayfiyatlari qandayligini so'raganliklaridan boshimiz osmonga yetdi. Bundan juda ham xursandmiz. Hayajonimni hozir qanday ifodalashni ham bilmayman. Prezidentimizni, bizni hol ahvolimizni so'raganlari, bizga yaratilgan sharoitlardan juda ham xursandmiz. Arafat tog'ida turganimizda eng avvalo yurt tinchligini, prezidentimizning sog'ligini, mana shu olib borayotgan siyosatining bardavom bo'lishini tilab qolaman. Ko'p yillik ta'lim sohasida ishlayotgan pedagogman. Haj amallarini yakunlaganimizdan keyin, vatanimizga qaytgandan keyin ko'p sonli o'quvchilarni mana shu vatanga muhabbat, prezidentimizga muhabbat, olib borayotgan siyosatlarni har doim qo'llab-quvvatlaydigan, ularning ma'naviyati, ma'rifati, ularning tarbiyasini juda
yuqori darajada bo'lishiga xizmat qilaman. Muhtaram prezidentimizning mufti hazratlari bilan telefon aloqasini eshitib, nihoyatda biz hojilar quvondik. Muhtaram prezidentimiz shuncha davlat ishlari ko'pligidan vaqt topib 15 mingdan ziyodroq mamlakatimizdan kelib haj amallarini bajarayotgan hojilarning ahvolidan xabar olishi har birimizni to'lqinlantirdi. Bilasizmi? Mana bu jarayonlar bugun mamlakatimizda milliy qadriyatlar, diniy qadriyatlar to'g'risidagi prezident siyosatining, farmonlarining, qarorlarining, ko'rsatmalarining amaldagi natijasi deb bilaman. Insonga bo'lgan e'tibor, insonning qadr-qimmatiga bo'lgan e'tibor deb bilaman. Meni otam, meni onalarim bir umr orzu qilib ketdi. Haj safarlariga kela olmadi. Bugun shunday sharoitlar yaratildiki, faqat shukrona aytishimiz kerak. Meni yana bir narsa quvontiradi. Biz mana shu masjidlarda, ziyoratgohlarda bo'lganimizda arab olimlari, arab ulamolari tomonidan ma'ruzalar o'qilganda Imom Buxoriylarni, Imom Zamaxshariylarni nomlari keltirildi. Meni ruhlantirdi, meni quvontirdi. Men shunday ulug' bir mamlakatning farzandi ekanligimdan quvondim. Hojilik bu martaba emas. Hojilik bu mas'uliyat. Biz xudo xolasa haj safarlarining amallarini mukammal ado etib, vatanimizga qaytgandan keyin olgan bilimlarimizni, olgan ma'naviy ma'rifiy saboqlarimizni mamlakatimizning kelajagiga sarflaymiz, yoshlar tarbiyasiga sarflaymiz va bu bizning muqaddas burchimiz deb bilaman bularni.